Sizningcha bu odamlar loy ichida nima qidiryapti deb o'ylaysiz? Aytsam ishonmasligingiz mumkin, ular hech qanaqa boylik yoki oltin emas, shunchaki baliq ovlashmoqda. Gap shundaki, ko'pgina Osiyo mamlakatlarida loyqa sayozliklarda baliq ovlash keng tarqalgan va bu haqiqatdan ham hayajonli baliq ovlash turlaridan biri. Oddiy qarmoq bilan baliq ovlashdan farqli ravishda avval mahalliy aholi suvning qaytishini, ya'ni chekinishini kutishadi. So'ngra esa butun qishloq loyga tushib, dengizga qaytishga ulgurmagan baliqlarni tutishni boshlaydi. Hatto loyda baliq ovlashning ham turli usullari bor. Masalan, ba'zi eski usullarda kichik ko'lmaklarda qarmoq yordamida qiziqarli tarzda baliq tutishadi. Boshqalar esa ayyorroq moslamalardan, ya'ni elektron qarmoqlardan foydalanishadi. Ba'zilar esa to'rlarni to'g'ridan-to'g'ri loyga yoyib, biratora mo'l ko'l o'ljani tutib olishadi. Ayrimlar esa metal simlar yordamida buyumlar orasiga yashirinib qolgan qisqichbaqalarni ovlashadi. Videoga like bosishni va sahifamizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Bu yerga diqqat bilan qarang. Unda nimadir yashiringanini payqadingizmi? Ha, aslida bu yerda 2 metrlik och timsoh niqoblanib olgan edi. Timsoh niqoblanishning haqiqiy dahosi. U sizni har qanday ko'lmakda poylab yotgan bo'lishi mumkin. Biroq tabiatda niqoblanish bo'yicha undan ham noyob qobiliyatga ega bo'lgan mavjudotlar bor. Masalan, atrofdagi muhitga qarab o'z teri rangini o'zgartira oladigan sakkizoyoqlar. Xuddi mana shunday tamoyil xameleonlarda ham mavjud bo'lib, ular ham atrof muhit bilan uyg'unlashib keta oladilar. Bir qaraganda daraxtdagi xameleonni aniqlash yoki uni payqash juda ham qiyin. Lekin niqoblanish borasida eng katta muvaffaqiyatga hasharotlar erishgan. Ular tug'ilishidanoq atrof muhit shakliga ega bo'ladilar. O'simlik barglaridan tortib daraxt shoxlarigacha taqlid qila olishadi. Ayrim hasharot turlari esa umuman gulga o'xshab ko'rinadi. Bu esa ularga asalarilarni osongina ovlash imkonini beradi. Suv dunyodagi eng o'tkir modda ekanligini bilasizmi? Hatto mashhur obsidian tig'i ham bunday o'tkirlik darajasiga ega emas. Diqqat, suv bilan kesish texnologiyasi bilan tanishing. Ushbu texnologiyada suv juda katta bosim ostida diametri 0.05 mm bo'lgan suv chiqish teshigi orqali o'tadi va dunyodagi eng o'tkir pichoqqa aylanadi. Bunday suv har qanday materialni osongina kesadi va hatto afsonaviy Nokia 3310 ham unga qarshilik qila olmaydi. Eng ajablanarlisi shundaki, suv yordamida hatto titan qotishmalarini ham kesish mumkin. Oddiy metalni esa bunday suv xuddi sariyog'dek kesib o'tadi. Bunday texnologiya yordamida har xil turdagi toshlar qayta ishlanadi. Ayniqsa marmarga ishlov berish juda qulay. Lekin bu juda xavfli texnologiya. Bir qarashda beozor ko'rinadigan ushbu suv mana bu sun'iy qo'lni qay ahvolga solganligini tajribada ko'rishingiz mumkin. Bilasizmi, ayrim otlar shu darajada qimmatbahoki, ularning narxi hatto Elon Muskni ham o'ylantirib qo'yishi mumkin. Keling, ularni 3tasi bilan tanishib chiqamiz. 3-o'rinda munosib ravishda friz oti joylashgan. Bu otning noyob rangi sababli qora oltin ham deb atashadi. U dunyodagi eng baquvvat otlardan biri hisoblanadi. Uning betakror jozibasi va zakovati uchun o'rtacha $150 ming boshlab to'lashingizga to'g'ri keladi. 2-o'rinda sof qonli arab oti joylashgan. Aynan shu ot bilan zamonaviy otchilik boshlangan deyiladi. Arab otlarining qoni esa dunyodagi deyarli barcha miniladigan ot zotlarining tomirida oqadi. Bu otlarning qimmat narxini uning qadimiyligi va qonuniy sofligi belgilaydi. Narxi esa $300 ming dan boshlanadi. Nihoyat 1-o'rinda esa sof qonli ingliz chopqir oti joylashgan. Bu otlar olamidagi Formula 1 demakdir. Ularni asrlar davomida yagona maqsad, ya'ni ot poygalarida hammadan tezroq bo'lish uchun ko'paytirishgan. Bu dunyodagi yuqori xatarli investitsiya aktivi sifatida ko'paytiriladigan yagona zotdir. Siz bu otga juda ko'p pul sarflashingiz va birorta ham poygada g'olib bo'lmasligingiz mumkin. Lekin agar loaqal bitta nufuzli poygada g'alaba qozonsangiz, aktivingiz narxi darhol qimmatlashishni boshlaydi. Otning narxi esa $1 million dan boshlanadi. 2015-yilda sobiq sevgilisiga qayta tahdid qilgani bois qamalgan xorvatiyalik jinoyatchi yomon xulq-atvori uchun bir kishilik kameraga joylashtiriladi. U yangi uyini yoqtirmadi va qo'riqchilarning e'tiborini jalb qilishga qaror qildi. Yashirincha olib kirgan yondirgichni olib, kamera devorlarining yumshoq qoplamasiga, shuningdek, shift va polga o't qo'yadi. Soqchilar meni darhol bu yerdan olib chiqib ketishadi deb o'yladi. Lekin 20 soniya o'tsa hamki hech kim kelmadi.
40-soniyadan keyin ham hamon yolg'iz edi. Olov esa kuchayib borardi. Nihoyat 1 daqiqadan so'ng xona tutun va olovga to'lganida unda vahima boshlandi. Mahbus yonuvchan materialga o't qo'yganini kech angladi. Soqchilar esa hech narsani sezishmadi. Mana shunday qilib u o'ziga tayinlangan qamoq jazosini o'limga aylantirdi.